orqasidan shunday xol kutib olar ekan. Dizaynni to'g'risi bu yerda ham zo'r qilib qo'yibdi. Katta yaxlit xol, gumbazigacha yaxlit katta qilib bitta qilib qo'ygan. Gumbaz ushlab turuvchi konstruksiyalarini ochiq shundoq qoldirgan. Metal konstruksiya, beton konstruksiyani birlashtirgan, metal, yo'q beton birlashtirib qo'ygan. Mana buni ichida metal bor ekan, obshivka qilib toshdan yasab yuborilgan. Mostlarini yupqa metal qilib oynadan qo'yilgan ekan. Juda zo'r ishini berib tashlagan ekan bu yerda ham. Mana illyustratsiya dekorativniy, lekin juda chiroyli atmosfera beryapti. Ikkita zina chiqish qilgan ekan. Menga uncha yoqmadi bu zina, lekin bu ham o'ziga juda qimmat zo'r chiqqan. Bu binoni umumiy tuzilishiga nisbatan sal eskicha zina o'qiganga o'xshaydi menga. Balki boshqalarga ma'qul tuyulmas. Tashqariga chiqqan terrasali zonasi bor ekan, o'sha yoqqa chiqib boramiz inshaalloh. Ikkita chiroqsiz element, tashqaridan terrasani nimani ko'rsatib berishini ko'ramiz. O'rinda zakat ko'rinar ekan. Va ashshi zo'r ko'rinar ekan bu yerda. Polniy shaharni ko'rsatib beradigan video kemalar. Yangi shahar tomoni, bu taraf eski shahar tomoni. Tushundinglar tarixini. O'rtada islom turibdi va dengiz, quyosh botishi turibdi. O'ziga yarasha har qanaqa ma'no anglatadigan binoning yechimlari, binoning o'zi, tashqi ko'rinishi. Polniy travertindan toshlardan qilingan ekan va fontan. Terrasada parad qilish uchun bu 3-etaj, 3-etaj tomida fontan. Eshikdan shunday chiqib kelsanglar, port va eski shahar shundan namoyon bo'ladi. Bu beton emas, naturalniy toshni o'yib turib, ichiga aseshina o'rnatilgan. Hammasi naturalniy toshmachilar, yopishtirilmagan bular. Bu ham toshni o'zi o'yib, dizayner qilingan mana shu. O'rtasi betonli narsa emas bular. Aytamanki, qoyilmaqom, konkretni qoyilmaqom dizayner qilib tashalgan.